Dasturimiz davom etadi. 28 aprel butun dunyoda Xalqaro mehnatni muhofaza qilish kuni sifatida nishonlanadi. Mazkur sana Xalqaro mehnat tashkiloti tashabbusi bilan 2003-yildan beri har yili o'tkaziladi. Bundan ko'zlangan maqsad ish joylarida baxtsiz hodisalar, kasbiy kasalliklar va boshqa turli xavf-xatarlarni oldini olishdan iborat. Sana munosabati bilan respublikamizda 27 apreldan 1 mayga qadar mehnatni muhofaza qilish haftaligi o'tkazilmoqda. Mazkur haftalik doirasida sog'lom psixologik ijtimoiy ish muhitini ta'minlaylik mavzusida xalqaro konferensiya tashkil etildi. Ish joyida xavf faqat texnika yoki ishlab chiqarish bilan bog'liq emas. Ko'pincha u ko'zga ko'rinmaydi. Bosim, stress va psixologik zo'ravonlik shaklida namoyon bo'ladi. Ba'zan dam olish kunlarisiz muntazam ishlash, ish beruvchi tomonidan ekspluatatsiya qilinish, ish joyidan ayrilish xavotiri. Bu holatga ba'zan o'zimiz yoki yaqinlarimiz ham duch kelgan bo'lishi mumkin. Bugun dunyo mehnat bozorida aynan shu muammo tobora dolzarblashmoqda. Poytaxtimizda 28 aprel butun jahon mehnatni muhofaza qilish kuni doirasida sog'lom psixologik ijtimoiy ish muhitini ta'minlaylik mavzusida o'tkazilgan xalqaro anjumanda ayni shu masalalar muhokamalar markazida bo'ldi. Bugungi konferensiya shunday bir platforma bo'ladiki, bu yerda shu sohaning mutaxassislari, olimlari, chet el ekspertlari hammasi shu yerda o'z muhokamalarida yana yangi tavsiyalarni ishlab chiqishadi, qarorlar qabul qilamiz va o'ylaymizki, bu konferensiyamiz juda samarali o'tadi. Mutaxassislarga ko'ra, psixologik ijtimoiy xavflar stress, mobbing va bosim ish muhitining yashirin, ammo ta'sirchan qismi. Bu nafaqat xodimlar salomatligi, balki iqtisodiy samaradorlikka ham ta'sir qiladi. Bu yerda biz insonlarni stress holatiga tushishi, birinchidan xodimlarni eshitilmasligi, ya'ni ularni o'zini so'zi yo'q ekanligi. Bu bitta davlat to'g'risida gap ketmayapti. Bu yerda global doklad to'g'risida, ma'ruza to'g'risida gap ketyapti. Ularni fikrini ish beruvchi tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligi. Demak, ikkinchisi biz sun'iy intellekt deyapmiz. Sun'iy intellekt sababli odamlar o'zini qandaydir ertaga ish o'rnini yo'qotishi, ularning o'rnini sun'iy intellekt egallaydigan bo'lsa, bularning kelgusida taqdiri qanday bo'ladi? Shu masalalar ham ko'plab o'ylantiryapti. Mazkur konferensiya turli mamlakatlar va tashkilotlar o'rtasida tajriba almashish uchun muhim muloqot platformasiga aylandi. Ha, darvoqe, eng yaxshi ish beruvchilar ham munosib taqdirlandi. Sohiba Akromova, Doston Yoqubjonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.